Tak, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 1-iyul 2025-yil Beskar Kortla kirib chiqyapmiz. Hamma shum qilganlar, to'polon qilganlar, xijolat bo'lmasdan kelaveringlar. Granitsalar ochiq ishlayapti. 7 ta odam bilan kelib qaytib ketyapmiz, 7 ta odam bilan, to'g'rimi? Bitta tojikistonligimiz ham kirdi. Qanday kirib chiqdi? Siz ham gapirib qo'yasizmi? QR kod bilan kirdingizmi? Beskar kod kirdingizmi? Gapirib qo'ying. Uyatyapti, mayli. Uka, ikki og'iz gapirib qo'ying meni podpischilarimga. Ne, seryozno? Beskar kod kirdi. Beskar kodla kirgizyapti, to'g'rimi? Yaxshi bo'ldimi? Siz qayerdan keldingiz? Pitser. Ha? Pitser. Sankt Peterburgdan keldingiz, ha? Ukam Samaradan, akam Samaradan keldingiz, ha siz? Assalomu alaykum deb podpischilar. Assalomu alaykum. Ishonsa bo'lar ekan, bo'lmaydi ekan. Qani orqamda o'tirgan bola, bekin olgan bola. Mana. Beri menga ko'rsatsan. Mana. Mana. Короче, uyatchan ekan o bola. Qisqasi zo'r borib kirib kelyapmiz. Granitsalarimiz bo'sh. Orqadagi qizlar gapirasizlarmi? Yo, QR kod deb bu 1-iyuldan QR kod bo'lar ekan deb juda ko'pchilik qo'rqib, qanaqa nimalar bo'lib ketdi. Shunga men bir ozgina rolik qilib chiqarib qo'ymoqchiman o'zim podpischilarimga, o'zim klientlarimga. Hamma immigrantlarga qisqasi. Hammasi yaxshi kelaverasizlar. Qatnab yurib sardoim deb.